Azizlar qadrdonlar, men hozir sizga ko'rsatadigan molxonamiz 250 boshlik molxona. Ushbu molxonani Husniddin degan do'stim bor, men qurilishlarni qiladigan do'stimdan hozir so'raymiz, necha kunda qanday bitirib berishadi. Husniddin, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Obunachilarimizga bu tomi, poli, stejkalari necha puldan, qancha vaqtda bitirib berishingiz ayting. Aka, navisimiz 90 metr uzunligi, eniga 34 metr. Mana shu navis misol mana shu yerda 36 kun, 40 kun shu kunda bitirib berganmiz. Stejkasiga aka, stejka jinni vaqt ko'proq oladi. 50 kun taxminan vaqtimiz ketadi stejkasiga. Nash 50 kun, 40 kun, 90 kun, 3 oy vaqtda bitirib bera olasiz. Mana shu narsalar xizmatini aytib keting, xizmatini. Xizmati aka, tomi, tunikasi, usti haqqi, mana kraskalari bilan bitishlarni 250 ming, 240 minggacha aylanadi, xudo xolasa. 240 mingdan 250 minggacha tomini yopib berasiz. Qolinichi stejkalar mana bunaqangi jimjimador gullari bilan, mollar sirpanmaydigan qoliplari bilan necha puldan qilib berasizlar buni? Mana shu stejkalarni aka 30 mingdan 35 minggacha kvadrat. 30 mingdan 35 minggacha. Azizlar qadrdonlar, molxona qurmoqchimisiz? Endi hisobni o'zingiz chiqarib olishingiz mumkin. Biz konteynerdan tom yopmaymiz, faqat yangi metaldan. Xuddi shunday ko'rgan molxonalaringizni tepadan tiploizolyatsiyalari ham bor. Xuddi shunday tomlar yopib beradi. Konteyner arzon tushyapti. Nima kerak bu konteynerda? U 2 metr, 2,5 metr uloq bo'lsa u. Mana misol uchun bemalol hisoblab ko'rish olsin, tekshirsin. Konteynerchilarga omad. Charchamaydi. Azizlar qadrdonlar, men hozir sizga ko'rsatadigan molxonamiz 250 boshlik molxona. Ushbu molxonani Husniddin degan do'stim bor, men qurilishlarni qiladigan do'stimdan hozir so'raymiz, necha kunda qanday bitirib berishadi. Husniddin, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Obunachilarimizga bu tomi, poli, stejkalari necha puldan, qancha vaqtda bitirib berishingiz ayting. Aka, navisimiz 90 metr uzunligi, eniga 34 metr. Mana shu navis misol mana shu yerda 36 kun, 40 kun shu kunda bitirib berganmiz. Stejkasiga aka, stejka jinni vaqt ko'proq oladi. 50 kun taxminan vaqtimiz ketadi stejkasiga. Nash 50 kun, 40 kun, 90 kun, 3 oy vaqtda bitirib bera olasiz. Mana shu narsalar xizmatini aytib keting, xizmatini. Xizmati aka, tomi, tunikasi, usti haqqi, mana kraskalari bilan bitishlarni 250 ming, 240 minggacha aylanadi, xudo xolasa. 240 mingdan 250 minggacha tomini yopib berasiz. Qolinichi stejkalar mana bunaqangi jimjimador gullari bilan, mollar sirpanmaydigan qoliplari bilan necha puldan qilib berasizlar buni? Mana shu stejkalarni aka 30 mingdan 35 minggacha kvadrat. 30 mingdan 35 minggacha. Azizlar qadrdonlar, molxona qurmoqchimisiz? Endi hisobni o'zingiz chiqarib olishingiz mumkin. Biz konteynerdan tom yopmaymiz, faqat yangi metaldan. Xuddi shunday ko'rgan molxonalaringizni tepadan tiploizolyatsiyalari ham bor. Xuddi shunday tomlar yopib beradi. Konteyner arzon tushyapti. Nima kerak bu konteynerda? U 2 metr, 2,5 metr uloq bo'lsa u. Mana misol uchun bemalol hisoblab